Yunusobod tumandachi bunaqa uylar sotuvga chiqavermaydi. Agar chiqib qolsa hamchi 300 ming dollardan kam bo'lmaydi. Lekin men sizlarga undan arzoniga topib qo'ydim uyimizni. Bitta qarang, fasad qismlariga. Bu videogacha tez bitta like bosib, Yunusoboddan uy qidirayotgan tanishinglarga tez jo'natib qo'ying. Uyimizning ichiga kirsangiz shunaqa chiroyli hol qismi kutib oladi. Uyimizning birinchi xonasi qarang, ayollarimizning orzusidagi oshxonasi, hamma sharoitlari bor. Xonadonimizdagi barcha mebel texnikalari qoldirib ketiladi. Birinchi qavatimizning o'zida ikkita xona hamda yuvinish xonalari qilib ketilgan. Allohga oson, yaxshi niyat qiling, inshaalloh sizga ham shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Ikkinchi qavatini o'zida yana 4 ta xonasi hamda yuvinish xonalari qilib ketilgan ekan. Uyimizning maydoni 2,7 sotiq, xonalarining soni 6 ta, podvoli, yaxlit yana 3 ta xonaga bo'lib qo'yilgan. Uyimiz Yunusobod kurugini yonidagi BYD avtosalonni oldida joylashgan. Narxi 270 ming dollar yana kelishiladi.